alaykum. Sirojdim bozori kuzatuvchilarga qoch yirtqich bo'z bo'ri kelibdi deydi-ku. Yoshroq bo'lagan ekan bu ishga bilan yopishtirib, вообще 2001-yil motor yo'q bunda. Motor korobkalari zo'r. Kraskasi tomda past hisobga olaverasiz. Ikkita jotda detektor bor ekan. Bitta mana ko'rib turibsiz, ikkita jotda bor ekan. Kuzlarida detektor bor. Sivitlar hamma chiroyli akkuratli yorib turibdi. S5 diska to'q bo'lgan. Son stravlar va salonlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonlarga endi bir qil o'zingiz uchun qarab olsangiz normal holatda ekan. Torpedalar yorilgan emas. Aybi bitta kapron baloniga temirgan mashina olsangiz o'zingiz uchun yaxshi mana. Hay biriga siqilay, bir gap bo'lar. Bu gaplar. Ko'rib turibsiz, orqasidan bitta video syomka qilib bering-da. Orqasidan bitta chiroyli qilib bering. Boshlanmiz 2001 normal holatda turibdi. Mo'shtamiz narxi kelgan bo'lsa, bo'ldi narxini aytib o'taman. $1450 bo'lsa, mo'shtamiz beramiz. $1450 ga 2001-yil Nexia Scrambler, Sonos Scrambler. Haydam gazini bosing.